Assalomu alaykum qadrdon. Bugungi video obzorimizga xush kelibsiz. Orada like bosishni unutmang. Biz Yakkasaroy Salomatina mahallasidamiz. Shuni masjid ro'parasidagi Novostroyga. Do'stlar, bu xonadonimiz 10 qavatli binoning 7-qavatida joylashgan. Lift, hamma narsasi bor. O'zini alohida parkovkasi bor. Parkovka alohida sotiladi. Uy esa 107 kvadrat. Ko'rib turganingizdek, to'g'rimizda mana 3 ta spalni. Shu yerdan boshlay qolaylik. Mana hammasini ochib ko'rsatamiz. Yaqinda remontdan chiqqan. Ozgincha tozalash ishlari qolgan, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda menga eng yoqadigan joy. Qarang, kelib, bemalol kechpay, toza havoga kofe bilan chiqib, anaqa mazza qilib tomosha qilsangiz bo'ladi. Manzarani qarang, do'stim. Chiroyligini kechki Toshkent, shomga yaqin. Qani davom etamiz, ketdik. Qo'li kattaligini qaranglar, keng, bemalol. Do'stlar, kiraverish qismi ko'rib turibsiz. Yo'ligimiz ham kichkina emas, xuddi mana birlashtirilgan hojatxona dush joylashgan. Ulardan esa bizda ikkita. Mana ikkinchisini ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol chiroyli qilishgan. Va to'g'risida ko'rib turganingizdek, kuxna, ko'rib turgan hamma narsa sotuvning ichiga kiradi. So'raladigan narx 157 ming so'ralyapti. Yana savdolashsiz bo'ladi. Bizga like bosing, obuna qiling. Va pastdagi raqamga albatta qo'ng'iroq qiling. Sog' bo'ling.